Men seni boqyapmanmi, hamma aytganimni qilasan. Qorningni qilyapmanmi, chidaysan deydigan erkaklar. Nima ayol qo'ymi qo'yxonadagi? Yoniga bitta poxol tashab, bir chelak suv qo'ysangiz bo'ldimi? Uni boshqa ehtiyojlari yo'qmi? U sizdan mehr, sevgi, e'tibor kutishga haqqi yo'qmi? Har doim ayollarga minnat qilasiz boqayotganingizni. Dinni ro'kach qilasiz ayol qanday bo'lish kerakligi haqida. Lekin dinimizda ham aytib qo'yilgan, ayollarga mehribon bo'ling. Birorta ayolni ko'zini yoshini oqizgan erkak meni ummatim emas, ayollar sizga omonat deyilgan. Nima uchun hamma erkaklar faqat ayollarni qorni to'ysa bo'ldi deb o'ylaydi? Bu dunyodan boshqa ehtiyoji yo'qmi ayolning? Mehr, sevgi, orzu, havasi yo'qmi ayolning? Faqat qorni to'ysa, usti but bo'lsa bo'ldimi ayolning?